Tadbirkorlikni rivojlantirish biz uchun strategik vazifa. Bizning tayanchimiz ham, suyanchimiz ham, eng katta kuchimiz ham bu sohada mujassam. Bugun bojxona organlari nazorat qiluvchi organdan ko'ra ko'proq tadbirkorga ko'makchi sifatida faoliyat yuritmoqda. Taможня очень сильно изменилась за последнее время. Endi bu yangi format, juda yaxshi imkoniyat. Farqini ko'rgan qadriga yetadi. Hamma narsa avtomatlashtirilgandek. Endi bunaqa vaziyat orzu bo'lar edi. Biz bilan boshqa idoralar orasida dengizlar bor edi. Tadbirkorlikda endi his qildi. Halol, pokiza ishlaydigan tadbirkorlarning zamoni keldi deb o'ylayman. Halol va qonunga itoatkor tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik faoliyatidagi muammolarni hal etish, bojxona nazorati va rasmiylashtiruvi jarayonlarini takomillashtirib borishga ham xizmat qilmoqda. So'nggi 3 yilda bojxona organlarida 26 ta yangi axborot tizimlari, 15 ta interaktiv xizmatlar, 10 ta mobil ilovalar ishlab chiqilib amaliyotga kiritildi. Servislarni yillarcha orzu qilganmiz. Umuman bojxonada muammolarni 100% deb aytaman, 99% yo'qolib ketganini o'z ko'zim bilan ko'ryapmiz va his qilyapmiz.